Hozir men sizlarga Inject Medical klinikasida bir bemorimiz tugul buqoq bilan murojaat qilgan bemorimizni o'sha natijaga erishgani haqida o'sha so'zlab bermoqchiman. Mana Azimova degan bir bemorimiz bizga tugul buqoq bilan o'sha aprel oyida murojaat qilganlar. U kishida 16 millimetrli tugul buqoq kuzatilgan va mana lecheniya olganlaridan so'ng aprel oyida demak bizga murojaat qilgan bo'lsalar, mana iyul oyida qayta ko'rib chiqilgan va bu yerda уже tugul buqoq 6 va 4 millimetrgacha qisqargan, почти 2 barobarga qisqargan. Mana ko'rib turganingizdek, bu bemorimiz faqatgina 2 kurs terapiya o'tganlar. Mana shu 2 kurs terapiyada уже tugul buqoq razmerlari 2 martaga qisqargan. Bu kishida ketadigan положительный dinamika bor и bu hali lecheniya tugagani yo'q. Tugul buqoq butunlay so'lib ketguncha biz bularga yordam ko'rsatamiz. Shu o'rinda aytmoqchimanki, agar bemorimiz o'sha lecheniyani davom ettirsalar, 3-4 kurslardan keyin Xudo xohlasa, однозначно bu buqoq to'lig'icha so'lib ketish ehtimoli juda ham katta. Agar siz ham tugul buqoqdan operatsiyalarsiz, gormonsiz qutulishni istasangiz, Inject Medical klinikamizga tashrif buyuring.